Xotira insonni o'tmish bilan bog'laydi. Ajdodlarimizning mardligi, sabr-toqati va jasorati bugungi tinch hayotimizning mustahkam poydevoridir. Ularning bosib o'tgan yo'li biz uchun doimo ibrat maktabi bo'lib qoladi. Bugungi osoyishta hayot, musaffo osmon va erkin kunlar mard va jasur insonlarning fidoyiligi samarasidir. Ularning nomi va xotirasi qalblarimizda mangu yashaydi. Bugun Zarbdor tumanining xotira maydonida bo'lib o'tgan xotira va qadrlash tadbiri yurtimizdagi birlik, hurmat va ehtiromning yana bir yorqin ifodasi bo'ldi. Tadbir davomida tumanimizdagi tashkilot va muassasalar vakillari maydonga jam bo'lib, vatan tinchligi va xalq osoyishtaligi yo'lida jon fido qilgan ajdodlarimiz xotirasiga gulchambarlar qo'ydilar. Har bir qo'yilgan gul bu hurmat, sadoqat va minnatdorlik ramzi bo'ldi. Zarbdor tumani hokimligi tomonidan bunday ma'naviy, ma'rifiy tadbirlarning yuqori saviyada tashkil etilishi xalqimiz qalbida birlik va vatanparvarlik tuyg'ularini yanada mustahkamlamoqda. Tumanimizda olib borilayotgan bunyodkorlik ishlari, fayzli muhit va xalq manfaatiga qaratilgan ezgu tashabbuslar Zarbdorning bugungi taraqqiyoti va chiroyiga yanada chiroy qo'shmoqda. Bugungi tadbir ham ana shu e'tibor va g'amxo'rlikning yana bir yorqin ifodasi bo'ldi. Chunki tinch yurtning qadri xotira va qadrlash bilan yanada ulug'lanadi. Zarbdor tumani bugun nafaqat obodligi, balki inson qadri ulug'lanayotgan maskan sifatida ham barchaga namuna bo'lib bormoqda. Xotira yashar ekan, millat yashaydi. Qadr bor ekan, yurt barhayot bo'ladi.